Assalomu alaykum hammaga. Bugun vlog olayotganimning ikkinchi kuni va bu videoda siz 16-dekabrni qanday o'tkazganimni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. YouTube'ga qachon joylashtirishimni bilmayman, chunki montaj ishlari juda ham ko'p vaqt talab etyapti. Ozgina dars qilganimdan keyin kunimni Germaniyada tatib ko'rgan eng mazali nonushtalarimdan bittasini tayyorlash bilan davom ettirdim. Tostlarning ustiga tuxum, uni ustidan avokado surtishni o'zi yetadi. Kecha ham xuddi mana shu yerda outfit check qilgandik, faqat boshqa kiyimda edim. O'zi bugun plan bo'yicha to'g'ri exam preparationga borishimiz kerak edi guruhimiz bilan, lekin bir ikkita muammolar bo'lgani uchun ular hali tayyorlanmasligimizni aytishdi. Shuning uchun biz sizlar bilan hozir kutubxonaga boramiz. Birinchi marta kelganimizda ovqat tayyorlashga hech qanaqa sharoitimiz yo'q edi. O'shaning uchun mana shu mensaga kelib ovqatlanib ketardik. Bu yerda studentlar uchun arzonlashtirilgan narxlar bo'ladi va menzaning yonginasida kutubxona mavjud. Sizlar meni hozir mana shunaqa ko'rinishda ko'rasizlar. Tashqaridan mana shu vyuni ko'raman. Bugun bu esa juda ham maxsus xona. Bu yerda telefon ishlatish yoki balandovozda gapirish mumkin emas, faqat bir kishi uchun moslashgan xona. Xuddi mana shu holatimda menda imtihonga tayyorlanish uchun bir kundan kamroq vaqt qolgan, lekin men hamma narsadan o'z hobbimni ustun qo'yib video taxlab o'tiribman YouTube uchun. Orada joyimni ham almashtirib oldim. Rosti video montaj qilish ham qiyin, ham vaqt ko'p talab qiladigan, energiya talab qiladigan vazifa ekan. Bu yotoqxonamizga kirish uchun asosiy eshik hisoblanadi. Bitta kalit orqali ana shu eshikni ochamiz. O'tgan safar bitta kursdoshiimizga devor bilan eshigimizni ochamiz desak rosa hayron qolgandi, lekin rostdan ham mana shu kalitni devordagi qulfga tiqib eshikni ochishimiz mumkin bo'ladi. Va xuddi o'sha kalit meni shaxsiy xonamning ham kaliti hisoblanadi. Ovqat tayyorlash meni navbatim edi. O'zi rejam bo'yicha kolobka tayyorlamoqchi edim, lekin bolgarskilarni tozalab, ularning ichiga nachinkalarni solib o'tirgunimcha tadbirga kech qolib ketaman deb o'yladim. Shuning uchun bolgarskidan foydalanmadim. YouTube'da bitta video ko'rib qoldim. Faqat go'shtli nachinkani o'zini dumaloq qilib ovqatga shunchaki solib qo'ysa ham bo'lar ekan. Shunaqa qilib yasamoqchi bo'ldim. Boshida sharikchalarim katta bo'ldi, keyingilarini esa biroz maydaroq qildim. Lekin vaqtdan yutdim deya olmayman, chunki ikkalasi ham bir xil vaqtda pishardi menimcha. O'zi buni ham ko'rsatdi. National Day boshlanishiga yana ozgina qoldi. Lekin hali boshlamadik, endi boshlaymiz. Va sizdan yangiliklar kutib qolinglar. Heute Abend Ihr Land ein bisschen vorzustellen. Und da ich auch sehr häufig nach Almaty fahre, wie man vielleicht auch sieht, kam ich auch nicht umhin, irgendwann mal auch traditionelle Kleidung dort zu erwerben. Ja, und centuries ago, fall in love with Uzbekistan and enjoy every moment. Das auf Deutsch so Schugena ist unsere Kleidung hier. Und Schugena, ja. Ja, probieren unsere und sie kommen und probieren.
Frisches frisst Fisch, frisches Fisch, frisches Fisch, Fisch, frisches frisst frisches. Yes, of course, Carla. Professorimiz bilan birga Germaniyada tayyorlangan oshdan yeb ko'rdik, o'z taassurotlarimiz bilan bo'lishdik. Shundan keyin tadbirni a'lo kayfiyatda yakunlab, hammamiz uyimizga tarqadik. Va soat tungi 12da xuddi o'sha tadbir o'tkazgan zalimizga borib, tongi soat 6:30gacha imtihonga tayyorlandik. Rosti bu hayotimdagi eng uzoq tayyorlangan imtihonim bo'ldi. Uyga kelib 1,5 soatcha uxlab, qanday uyg'onganimni o'zim ham bilmayman, imtihonga ketdim.